Aka ishtami? Voy yoningizdaman, aka. Mana yo'lga tushdim, 2 minutda yetib boraman. Bu asfalt bo'yida kelayotgan bola menman. Ey aka, qo'lingizda dard ko'rmasin, gap yo'q. Aka endi temir daftarga yozib qo'yasiz, bu safargina ham. Aka o'zi temir daftar ham to'lib ketdi, qaytaga yozay, joy qolmadi-yu. Ey aka, shuni gapiryapsan, bir joyda odam bo'lib turib, keyingi safar beraman, ha? Javob aka, gapimga. Mayli, esdan chiqmasin. Oylik ham tushmayapti, falon qolmadi. Hozir bu. Alo, akamjonim, tuzukmisiz? Hozir sizga pulingizni berishni o'ylab turdim aka. Aka, pul qo'limda-yu, jicha uzoqroq odaman aka. Bu ertaga ishoning, qo'lingizda bo'ladi pul. Aha. O'sha odamga aytib qo'ying, ertaga olib ketasan deb qo'ying. Men javob yetib boraman aka. Aka, xafa qilyapsiz lekin. Menga qaragin, sen qachon yig'ishtirasan bu yolg'onchiligingni, va'dabozligingni? Kecha kuni sartaroshxonada o'tirsak, bir kishiga va'da berib boring. Hozir ketyapman, yoningizdaman deb 1 soatdan keyin bordim. Bajara olmasang nimaga ketda ketasan? Mana hozir pulim yo'q deb turibsan, oyligim tushmayapti deyapsan, unga va'da berib boryapsan bir kishidan qarz oling. Ertaga bermasang nima bo'ladi? Seni ertaga beraman degan lafzingga ishonib qarz olsa, sen bermasang sharmanda bo'ladimi oldida? Ho'shdan sen ham ming'irlavermagin. Hali bir kun vaqtim bor. Ertaga bir gap bo'ladi. Ertaga qilib olmaysan aniq. Bilaman, erkakman deb charillaysan. Unutma, hayvonda ham erkagi bo'ladi. Odamni erkagi og'zidan chiqayotgan gapiga javob berganligi erkakligini isbotlaydi. Menga qara. Yolg'on gapirib, vaziyatdan chiqqandan haqiqatni gapirib boshingni kundaga qo'yganingiz.